Kelyapti. Ay, shoqmas jetellar. Qalaysanlar? Nima qilib o'tiribsanlar? Qaysi oyog'ing sasyapti? Ha, haligi yuvib yursang bo'lmaydimi, beparasat? Ha, kechiring, bu yerda yuvaman mayli. Va $6 sur bu yoqdan. Qolib ketdi oy. Ha, berib qo'ydim, bo'ldi. Berib qo'yaman, janob, meni xavotirsiz qilmang. Ha, o'zingnikini avval. Ha, bo'ldi. Rahmat Addushi. Mana seniki. Rahmat janob, boringizga shukr. Bir duo qilib qo'yaymi sizga. Ha, duochi, bola chaqangiz ko'p bo'lsin. Mayli, rahmat. Короче, voy politsiyachi, men qara senikini keyinroq beramiz. Короче, jo'xa qishloqlarni ba'zilari, короче, oltinni olib kelmagan. Ya'ni oltinni olishga kelmagan to'g'riroq. O'shalarni sen berib chiqishing kerak. Nimaga men berib chiqishim kerak? Boshqa kishi bersa, o'zingiz uyma-uy tarqatsangiz bo'lmaydimi? Xalq bilan bo'l, xalq ichida bo'l degandek. Ana bilasan, davlat ishi deganda ishlarim ko'p. Mana shu tarqatib chiq o'zing bitta. Bo'ldi, farqi yo'q, tarqatish bo'lsa tarqataveramiz. Qarada faqat o'zing o'zlashtirib olma. O'zlashtirib olsam nima desangiz deng janob mer, xohlasiz qamab qo'ying. Bo'pti, men senga ishondim. Mayli, rahmat, ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Mavjudlar cho'tam kelmaganmi deyman-da, bitta tarqataveraylik qani. Agar zo'rroq jetel bo'lsa, ya'ni ko'proq davlatga, ya'ni qishlog'imizga foyda keltiradigan jetel bo'lsa, ikkita, ba'zilariga undan ham ko'p tarqatishim mumkin. Endi misol temirchilar bo'lishi mumkin, yana temirchilarga yana kim bo'lishi mumkin? Fermerlar bor, har xil ishdagilar bor-da. O'shalar qiladigan ishga qarab tarqataveramiz asta-asta. Bo'ldi, buni yopamiz. Atak bitta tarqatib chiqay boshiga, keyin esa qolganlarini ko'proq tarqatib chiqsam ham bo'laveradi. Voy jetellar, qalaysanlar, tinchmisanlar? Bo'ladi, rahmat, o'zing qalaysan? Sizlar 3 ta ekansizlar, 3 ta tarqatish kerak sizlarga. Mana bitta, 2 ta, 3 ta mana. Bo'ldi, всё, oltinlaringni ovollaring. Rahmat, dastavka ham bormi? Bor, tashkillashtirdik. Rahmat Addushi. Mayli. Ana endi bu jetelni uyiga ham kiramiz. Akalar, qaroshda kanalga obuna bo'lib tashlaylar. Voy jetel, senda sandiq yo'qmi? Yo'q, men kapangadaman. Nima bo'ldi? Mana oltinga o'zing tiklab ol. Rahmat, boringga shukr, jo'xa. Arzimaydi. Qaroshda akalar, nima demoqchi edim? Kanalga obuna bo'lib qo'yaveringlar. 30 ming tezroq obunachi bo'lsak, xotinim bilan videolar qo'yishni boshlayman. Sizlarga bu xotinim bilan qo'yilgan videolar qiziq-ku, to'g'rimi yo qiziq emasmi? Qiziq bo'lsa kommentariyaga "Jo'xa qiziq" deb yozib qoldiringlar, lekin buni ma'nosi bilmayman, nima bo'lib ketadi. Qaroshda akalar, hozir oltinlar tarqatyapman. Nima uchun bu oltinlar tarqatyapsan, Jo'xa deb savol berishinglar mumkin. Nima savol berasizlar o'zingizlar? Hayronman, juda ham ko'p savol beraverasizlar. Uni ikkita tarqatamiz, chunki bo'yda bu. Bo'yga ko'proq berish kerak. Jetellar temir yig'ib keladi yoki polzekinlarni yig'ishtiradi, bor janob merga topshiradi. O'shaning uchun janob mer oxiri jetellarga oylik sifatida izumrud berardi. Bu gal nimagadir oltin berilyapti. Sababi menimcha katta ehtimollar ila izumrud tugab qo'ygan bo'lsa kerak. U boyagi jetel uyiga o'xshar ekan mana u ham. Bunga menimcha ikkita qo'yib ketsam, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Atak mana ularni shuni yo'yib yuborsam, bitta tashab ketaylik. Nima farqi bor? Ikkita bo'y bo'lsa o'ziga-da. Bankka qo'yib ketaymi, yana bir ikkita ko'payib turadi. Sizlarga bermaymanmi oltin? O'zing bilasan, beror, bizga ham, biz ham oylik olaylik. Oling. Siz endi Sherali bank asoschisiz-ku. To'g'ri. Janob, mana sizga 3 ta oltin. Nimaga menga 3 ta? Endi siz zo'rsiz-da. Zo'rligini aytib qo'yish kerak endi, chunki bankda ishlaydi, bankda hamma pulni boshqaradi. Kredit olmoqchi bo'lsam, lekin kredit beradi. Lekin men kredit olmayman, chunki sizlarga ham maslahat bermayman. Vahshiy yomon narsa, kreditga yaqinlashmanglar akalar. Kredit olsanglar keyin uyquinglarda halovat bo'lmaydi, kechasi uxlay olmaysizlar. Kunduzi ham uxlay olmaysizlar. Kunduz qanday uxlaysizlar? Yorug'da uxlab bo'lmaydi. Endi kechasi kelib eshiginglarni taqillatadi, qarz to'laylar. O'zimda oltinimni ham qoldirib ketay birato'la. Men pechkada qoldiraman, chunki agar pechkaga qo'ymay sandiqqa solib qo'ysam, jetellar kelib turib sandiqni ochib olib ketadi. Pechkaning ichini ochishga qo'rqadi. Olov bo'lishi mumkin deb o'ylaydi yoki nimadir pishayotganimiz qo'lim tekkizsam kuyadi deb o'ylashi mumkin. O'shaning uchun pechkaga solib qo'yaman. Qarashda hozir birinchi o'rinda emas, bilmayman, bir 8-mi 9-o'rinda keyingi jetellarni ham tarqatish kerak. Atak menimcha o'zi tarqaladigan hammasini tarqatib bo'ldim. Men janob merga borib topshiragan oltinlarning ortiqchasini janob mer tarqatib ol, nima dedim, tarqatib bo'ldim. Bo'ldi, tarqatgan bo'lsang borib ishlaring. Mayli, avval oltinlar qoldirib ketish kerak degan narsa unuttizmi? O'zingizga bilib qoldirib desang aytmayapman. Buni qoldirdim. Bak, sog' bo'l. Ahli bo'l, sog' bo'l, val bo'l, bo'l, tennis, suzish, hokkey degandek
Bo'pti janob mer, yugurish, sakrash, uloqtirish, ko'p kurash, kam kurash, короче, ana shunaqa sport turlarini sanab tayyorladi janob mer. Bilmayman nimaga bunaqa qildi. Ancha katta ehtimollar bilan meni sportchi nima javob o'yinlaringda oldinglarmi? olding shu hamma ish atpushida o'rganib oldingda o'zingcha topshirib Nima deysan? Nima bunaqa? deysan meni oltinni nimaga bermading berdimu hamma oltinni tarqatdimu oldiga boraylik ko'rasan mendan. Tushunmadim. Sen oltiningni berdimu? Yo'q, bermagansan, dedimmi bermagansan. Janob mer, voy janob mer. Nima deysan? Assalomu alaykum. Xullas, bermadi. Nima? Jo'xa bermadingmi? Bermadi rostdan ham. Janob mer berdim. kim tarqatib chiqdimi Jo'xa, tez buni oltin top ber. Qayoqdan? Men olganim yo'q. Sen bilasan, agar olgan bo'lsang ko'rasan menda, sen o'g'irlagansan, tamma. Bor top ber. yig'latma buni Nima qilib qo'yishim mumkin? Bo'pti. Qayerga ketdik buni oltini? Menimcha shu oltinni beruvdim rostdan. Hammanikini uyga tarqatib chiqdim-ku. Bitta ikkita qolib ketdi, ular ishlamaydigan jetellarda. Mana o'sha jetelda uydi shekilli. Voy jetel qani? Mayli. Jetel qayergadir ketibdi. Tushunmadim. Oyna ochiqmi? Demak kimdir oynadan kirib o'g'irlab ketgan oltinini menga to'nkab yotibdi. Oltinimni sen o'g'irlagansan, sen o'g'irsan deb. Hozir mana izlar qayoqqa olib borayapti. Hozir aniqlashtiramiz, muammo problema yo'q. O rostdan ham qaranglar, oynadan chiqqan, teshikdan sakrab chiqqanda, ya'ni birinchi kirib olganda, keyin oynadan chiqqan bilmayman. O'sha biratdan so'rab ko'ray. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Qalaysan Jo'xa? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Bo'ladi, tinch. Siz mabodan oynaga qo'shib oltin naqadmi? Yo'q, nima qilaman, biroq oltinni o'zimda pulim ko'p-ku. Unda o'g'rini ko'rmadingizmi? Yo'q, qayerdan ko'raman? Tushunali bo'pti, rahmat. Arzimaydi bo'pti. Mayli, tak. Do'konchidan bitta so'raylik, chunki do'kon kelgan bo'lishi ham mumkin-da. Brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, Jo'xa? Sizni do'koningizga kimdir kelib oltinga narsa olmadimi? Yo'q, olgani yo'q. Mayli, mana tortingizni oldim, kartingizga pul tashab qo'ydim. Mayli. Kimnidir tug'ilgan kunimi? Yo'q, prosta takka. Kalotchi bu xotinim kelganda xotinimni kutib olish uchun kerak bo'ladi desam, yo'q, o'zim yeyman. Akalar ertalabi choy bilan chotga ketadi, lekin boru. Tak, endi eshikdan bir amallab kirib o'rsam, eshik nimaga yopilmayapti? Ana endi yopildi. Buni muzlatgichni nimaga muzxonasiga qo'yishga harakat qilyapman. Mayli, balki gaz plitaga qo'yib ko'rar mana. Gaz plita ham qabul qilmadi. Конечно, qabul qilmaydi. Gaz plitaga solib qo'ysam erib ketadi-ku. Tak, hozir nima qilishni o'ylash kerak, boru. Xo'p, buni pakashto shu yerda qoldirib ketayin. Nimaga shu yerda qoldirdim, hayronman. Mayli, turib tursin pakashto. Akalar, karochani endi ana oltinni topish kerak. Qayerdan topaman bilmadim. Menimcha u oltinni o'zi oyoq chiqazib qochib ketganmi? To'xtanglar, men bitta kamera zakaz qilib turib, mana kamera o'rnatdi. Brat, sizda kamera yo'qmi? Bor edi, o'zimga deb olib kelib qo'ygandim. Mayli, ola qol. Qani? Yashikda turibdi. Bo'pti, rahmat brat. Addushi, lekin bor fanatizman desam, qayerdan fanatimsan? Men bloger emas-ku. To'g'ri aytasiz. To'ppa to'g'ri, lekin boru. Endi buni qayerlarga o'rnatishni o'ylab ko'rish kerak. Albatta, mana u uyni yon atrofiga o'rnatish kerak, ya'ni mana o'g'irlik bo'lgan uyda. Chunki ko'rishim kerak-da, qayerda yuribdi o'g'ri, qayerdan kelyapti, qayoqqa ketyapti, kim o'zi degan savollarga javob topish kerak. Tabiiy yoqqa bitta o'rnatamiz. Manakay, takoy, ya'ni nechta o'rnataman ekan bilmadim. Men mayli o'rnatib chiqaveray bir chekkasidan. Xo'p, qayerda? Mana bu yerda ham o'rnatsam bo'lsa kerak. Bo'ldi, bu yerda bo'lmaydi. Rishotgan ustiga qayerdan ko'rgansizlar o'rnatilganini? Tek mana bu uy o'sha tomonga qarab turadimi? Lekin nimaga mana bu yerda o'rnatib turib, nariyoqqa ham o'rnatyapman? Ikkita joyda o'rnatgani bor, bitta joyda ko'rsatadi-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, o'g'rini tezroq topishga yordam beradi, lekin buni qaysi birini kuzataman? Mayli, hech narsa qilmaydi, topamiz, problema emas. Tak, mana shu ko'rgan oldiga bitta o'rnatib qo'yaylik. Profil oldiga nima kerak chunki qalaysan, tinchmi? Bo'ladi, o'zingiz zo'rmi? Bo'ladi, normal. Qayerga o'rnatsam ekan? Mana shu tomonga bitta o'rnatay. Bu tomondan lekin o'g'rini kuzatish biroz problem bo'lishi mumkin, chunki mana bu yo'lda o'zi uylar turibdi. Tay, mana bu yoqlarga o'rnatsammi ekan? O'g'ri shu yerdan o'tsa kerak-a?
o'g'rini shu yerda o'tishini bilyapman qaranglar. Oddiki oldindan bilib qo'ygan. Endi yaman sani. Yo, men hech qayerdan bilmayman aka. Endi o'g'ri bilmayman, balki shuning bo'larmi deb taxmin tavakkal o'rnatib chiqyapman. Bitta joyda nimagadir 2-3 ta kameralar deb o'rnatib tashlayapman. Deb beqa ham kerak. O'zi faqat mana shu ko'chadan o'tsa kerak o'g'ri ham. Chunki mana shu ko'chani kamera bilan to'ldirib tashladim. O'g'ri ham qaraydi. O, mana shu yerda kamera ko'p ekan, kamera ko'p joydan o'tish kerak deb o'ylaydi. Bilmadim, endi o'g'ri ham shunaqa o'g'ri bo'lsa kerak-da. O'g'ri o'zini tutib berishga harakat qiladi. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Bizda o'g'rilar vobshe aqlli o'g'rilar. Ana endi o'tirib turib kamerani kuzatish kerak. O'tirib tursam charchab qolaman. Bu yerda tort qo'yib ketgan, jo'ta kimdir yeb ketibdimi deyman-a. Ajitellar ishi bo'lsa kerak. Ana endi kamerani kuzatamiz. Bu kameramizni qayerda deyman-da. Bo'pti, bu yerda istiyon, jitel cho'ta o'g'irlik qilami deyman-da. Ikkinchi derazasini bor sindirsa, oh deydi. Mana buni ustiga o'tirib olyapman. Mana endi o'tirib oldim mazza qilib. Keyingi kameraga o'tamiz. Hozircha hech narsa yo'q. Hech kim tushunmadim. Bu kim bo'ldi? Iz qoldirib ketyaptimi o'zidan? Derazadan chiqib keldi shekilli, kuzataylik qani qayoqqa ketarkin. U mana kameralarda ko'rinar ekan kakras. Qani u ana kelyapti. Qayoqqa ketyapti ekan, shoshilib ketyapti. Cho'tam, menimcha u hojatxonaga boryaptimi, shoshilib ketayotganini sezyapman-da. O kelyapti. U o'tib ketdi. U meni sezmaydi. Men kameradan kuzatyapman chunki hozir borib menimcha uyi mana shu bo'lsa kerak. Hozir uyiga bordi, uyiga borib nima qilmoqchi bo'lyapti? Tak, uyiga bitta kamera qo'yib kelmabman. O'g'rini u ekanligini bilmadim-da. Bilganimda o'shani uyiga bitta kamera qo'yib kelardim boru. Tak, ana endi borib kuzatamiz. Qani nima qilarkin? Tez uni qo'ldan oltin toptirib egasiga borib topshirmasam, dabdala borib bo'lmasa janob mer menga gapiradi anchagina. Sen o'g'irlagansan, sen yo'q qilgansan deb. Tak, hozir asta kiramiz. Qani boyagi jetel qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Hamma qayergadir ketgandir. Bu yerda unitas, bu yerda qanaqadir g'alati blok. Menimcha bu toshni topmay ko'rdinglar, fake blok. Iltimos menga tegma. Sen hal yaramas qanaqa olmos? Oltinlarni qo'yib kelib yashirayotganmiding? Iltimos janob berga aytma, meni o'ldirib qo'yadi. Seni o'ldirsin-da, janishni. O'ldirmaydi. Seni qamaymiz, qarochi. Mayli, iltimos qamama. Nimani ovozi? Uyimda ishlab, pashsha o'ldiradiganim bor, zo'rmi? Sen jinoyat qilib o'tirganing nima yana o'zingda? Qanisan? Meni orqangda edim. Mayli. Bo'pti, borib egasiga topshirang, ko'ramiz. Senga qanaqadir jazo berishimiz kerak baribir. Sen meni boshimga chiqdingmi? Sen meni boshimga chiqdingmi? Men seni borib militsiyaga beraman, qarochi. Tushundingmi? Men seni militsiyaga beraman.